go'zal bog' unajak, barkamol avlodlarni kutar yorug' kelajak. Tinch bo'lsa osmonimiz, nur sochar oftobimiz, beg'ubor yoshligimiz bo'lib yashar kamalak, kamalak. quchog'imga sig'maydi. Oqshom ular men bilan orom olib uxlaydi. Biri quyon mamoqda,
qo'shiq kunduz o'zingsan, qo'g'irchog'im men uchun tanho yulduz o'zingsan, go'zal gul yuz o'zingsan, qo'shiq kunduz o'zingsan, qo'g'irchog'im men uchun tanho yulduz o'zingsan. Chak 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 qo'g'irchoq, chak 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 o'g'irchoq, chak 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 qo'g'irchoq, chak 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 o'g'irchoq. Yurishlaring chiroyli, binafsha binafsha, kulishlaring chiroyli, bog'imizda ochilib, turishlaring chiroyli. Hamma chiqar dalaga, binafsha
bog'imizga bergani. Binafshalar ochildi, chakanga taq chakanga, atir hidi sochildi, chakanga taq chakanga. Binafshalar ochildi, chakanga taq chakanga, atir hidi sochildi, chakanga taq chakanga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar, ota-onalar va bayramimizning sababchisi bo'lgan jajjigina bolajonlar. Bugun farzandlarimizni ilk bayrami, ya'ni Savatxonlik bayrami bilan barchangizni tabriklayman. Bugungi bayramimizni sababchilari bo'lgan shahzodalarim va malikalarimni davraga taklif qilaman. Marhamat, kutib olaman. Shahlo o'zingizga
Assalom mehmonlar, muttabar suyuk. Assalom ustozlar, nomlari buyuk. Assalom otalar, taxtim posboni. Assalom onalar hidayati. Assalom bolajon, bola borliq. Bugungi yirik bayramga yetishgan qo'lim. Barchangiz bugungi dilbandlaringizning saodat quvonchi bo'lgan saodxonlik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kelinglar azizlarim, deb bolajonlarimiz sizga o'z bilim va o'z talantini namoyish qildilar. Sizlar qilib tomosha qilinglar. Mustaqil yurtning kelajaki bolalar, ona vatan bag'rida baxtini topgan bolalar. Ona yerga muhabbat, yosh avlodning diliga madhiya ranglaydi bolajonlar tilda. vatan haqidagi she'rlarni beramiz. O'zbek nomi bordir qutlug' xabarlarda, ona tilim yangrar moviy minbarlarda, hilpiraydi bayroq mudom zafarlarda, dillar osmon yaralgan, keng imkon uchun, yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun. Xorilar, termiziylar ilmiyotdir, Nasaviylar ruhshoddir, azizlarning yetgan joyi ham oboddir. Bobolarda qutlug' bakor uchun kelajak porloq O'zbekiston uchun. Zaminga oyona zo'r
o'tirgancha o'qib o'rganamiz qanchadan qancha o'zgarishlar bo'ldi qanchadan qancha vatanning aziz dilbarlarimiz yangi O'zbekiston farzandlari orzulari elchi bo'linglar xolis dilamiz ayning dunyoga fonis hali yillarimiz olis yurtimiz entasasimiz yangi O'zbekiston farzandlarimiz O'zbek kelajagi qo'limizdadir sadoqat mudom yo'limizdadir rahnamolar engesarimizdadir vatanimizli avlodlarimiz yangi O'zbekiston farzandlarimiz Timur bosh qo'ydi mangu ustoz poyiga ustoz o'xshar olamning quyoshiga oyiga bilim nuri yog'lar qadam qo'ygan joyga ustoz qadami qutlug' ustoz otangdek ulug' hozirgi navbatni sinfimiz qizlari ijrosidagi raqsga beramiz marhamat tomosha qiling Hozirgi navbatni maktabimiz direktori Hamdam Tursunov Erkinovaga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli aziz onalar, ustozlar va mening birinchi biz sinfda o'qiydigan jajji o'g'il qizlarim. Mana bugun biz qaysi bayramni nishonlayapmiz? Savodxonlik bayramini nishonlayapmiz, ya'ni Alifbe bayramini. Men bayram bilan sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Alifbe bayramini Alifbeni tugatgandan keyin ham o'qish kitobini yana ham namunali xulq bilan boshlab yaxshi o'qishlaringizni tilayman. Sizlardan umidlarimiz juda ham katta. Nasib bo'lsa, maktabimiz tugatgandan keyin ham sizlardan yaxshi vrachlar, o'qituvchilar, olimlar, IT mutaxassislari chiqadi deb umid qilamiz. Men hozir juda ham hayajonda, xursand bo'lib o'tiribman-da. Bular hali maktabga ko'chada o'ynab kelib, maktabga kelganiga hali 4 oy bo'lmasdan
shunday she'rlarni juda ham yaxshi adashmasdan aytib, o'zlarini juda ham yaxshi sahnada tutib, raqslarni ham juda ham yaxshi ijro etishyapti. Albatta bu sinf rahbari Yulduz ustozni mehnatlari deb bilaman. Yulduz ustoz, sizga sog'lik salomatlik tilaymiz maktabimiz ma'muriyati nomidan. Yana bundan ham yaxshi, bundan ham ko'plab sinflarni bitirtirishlaringizni tilaymiz. Hurmatli ota-onalarimizga ham rahmat aytamiz, chunki albatta u sinf rahbarining yonida turib sizlar ham yordam qildilaringiz. Mana shu zalni nima qilishda ham, mana stollarni olishda ham hammalaringiz yordam qildilaringiz. Sizlarga ham katta rahmat, sog' salomat bo'linglar. Kelayotgan 2026-yil yangi yilimiz hammamizga qutlug' kelsin. Hammalaringizga kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Sog'lik, salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik tilayman. Rahmat hammalaringizga. Rahmat. Endigi navbatni maktab haqidagi she'rlarga beramiz. Yetti yoshga to'ldim men, maktab sari bo'ldim men, salom maktabjon maktab, quchog'imga ol maktab, o'zim yaxshi bo'laman, eng a'lochi bo'laman, ona yetim durrandim, istig'on farzandman. Chorladik quchog'ingga, keldik bilan bog'ingga, munis onam misoli, bizga mehribon maktab. Maktab degan qutlug' dargoh muqaddasdir bizga har choq, bilim sari boshlar yo'lga, aziz o'lka, tanish o'lka. Erta tongdan boshlab shaxtam qadam tashlab biz u tomon otlanamiz, do'stlar ichra shodlanamiz. Jonajon maktabi, Xudodonim maktabi, xuddi uyimda aziz oshyonim maktabi. Bolajonlar, bugungi bayramimizning sababchisi Alifbo kitobimizni davramizga chaqiramiz. Bugun shodlik muborak, sabotxonlik muborak. Ayting nelar bildingiz, ne sirlar o'rgandingiz, menga sovg'a bo'lsin deb nelarni yodladingiz. Chiziqchalar chizishni, o'qishda va yozishda o'rgandik yana salomatlikni va unli undosh harflarni. A, E, I, O, U, Ö. Bular unli harflar. Vatan, ona alifimizda 29 ta harf va bitta tutuq belgisi bor ekan. Vatan, ona, maktab, u ismlarni yozishni o'rgandik. Tartib bilan tuzilib, bolajonlar so'zini eshitamiz zaqilib. Assalom aziz maktab, assalom mehribon
maqsadim bag'ringda o'sib albat bo'laman Sadoqlar. Don taratgan do'stlarim, vatan bog'i bo'stoni, diniy adolat chatargan doim obod bo'lgan. Man harfman, etaklarni sirman, etak joni dilimdir. Har narsani keldi do'stlar bilandir. Man harfman, farishtamsan, aziz vatan, faxrlarga to'laman. Uni o'zib bag'ringda senga qalqon bo'laman. Mai xavfman, lam zaptolmayman, ikki baho olmayman. Andalar yo'qsigilarga, eski musigilarga. Men ke harfman, kitob menga do'st o'rtoq, ko'zlarim nur harchoq, uni o'qib to'ymayman, qo'llarimdan qo'yman. Men harfman, mevalaring asalqand, mehring bo'lib qalbimga payvand, mening go'zal chamanim O'zbekiston vatan. Men u harfman, ustozim mutabar, o'gitlari tilmizar, o'qitgan chekit zahmat, ustoz sizga ming rahmat. Men o harfman, onajonim olamga oftob sochgan quyoshsiz, mehringiz daryo misol, tog'larga yelkalarsiz. Jon to'ladagi gullar bo'laring taratib, bo'limda bo'l mehmon. Jajini qo'llarimdan qalam tutgan mehribon, rahmat sizga ustozim, doim bo'ling sog'lom. Hozir javob bo'laman, misol bo'laman, hadda kashmani sam buyukdir orzularni. Shamoldek shoshmasira, daryolik toshmasira, yelga sochma shaxtingni, mehnatda top baxtingni. So'zlama odatim, rostgo'ylik saodatim, nur zo'yga turaman, rostgo'y inson bo'laman. Zo'r ona bo'ladi desa, zo'r to'ladi desa, kitobga urinur, to'p o'qiy qocha. Alifboda bor necha harf, o'yla aqling qilib sarf. Go'yo ko'zi burni bor, har bir harfning o'rni bor. Har bir harf buyuk erur, har biri juda zarur. Adashtirmagin zinhor, savod senga bo'lsin yor. Bolajonlar, men sizlar bilan xayrlashaman. Ona tili va o'qish kitob berib ketaman. Bolajonlarimiz ijrosida alifbo qo'shig'i yangraydi.
Marhamat Ibragim va Mamlakat Xolboyevni. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Mana bugun 1-sinfning alifbo bayramini tomosha qilyapmiz. Albatta bu o'quvchilarga kelgusida bundan ham yaxshi chiqishlar qilib, oliy ma'lumotli bo'lib yetishishini istab qolamiz. Mana ko'rdilaringiz o'qituvchining mehnatini. Albatta ustozimiz bizga uzoq umr, sihat, salomatlik, bundan keyingi ishlarda omadlar tilaymiz. Sizlarga ham katta rahmat, yaqinda yordam berganingiz uchun ota-onalarimizga katta rahmat. Ustozlarimiz nomidan bugungi bayramga o'quvchilarimizga savodxonlik guvohnomasi taqdim etiladi. Aziz o'quvchim, siz eng birinchi kitob alifbeni o'qib tugatib, hamma harflarni o'rganib oldingiz. Ona, vatan kabi ulug' so'zlarni yoza olasiz. Yodingizda tuting. Ushbu savodxonlik guvohnomasining sohibi har doim o'qishi, namunali xulqi bilan hammaga o'rnak bo'lishi kerak. Biz sizga ishonamiz, aziz o'quvchilarimiz. Mehrangiz qizimni davraga chaqiraman. Qarsak shunamiz. Shahramjon. Muhammadjon. Bekzoyjon. Farhodjon. Zargina qizim. Yasmina. Shahnoza. Ezoza. Muborak. Hammasi yaxshi bilan a'lochi bular. Ilviza. Jo'raqul va Dilnura. Nuriya qizim. Jo'raqul va Dilnura. Yunusjon va Dilnura. Shahruzjon.
mana bu yerda gapir, mana bu yerda. Endigi navbatni Lamborghini raqsiga beramiz. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Guess who's back? Here we go, put your hands up.
ijrosida yana raqsga beramiz. Endi bayramimizni badiiy qismiga o'tamiz. Marhamat, tinglab tomosha qiling. Rahmat. Bugun qanaqa kun? Esingizdanmi? Qanday? Lekin kelamiz birga birga. Yoningda turganlar. Voyda. Ko'ngli vaqtida birga. Mast aylading, sarmast aylading. Mening yuragimga ishqaylading. Mast aylading, sarmast aylading. Mening yuragimga ishqaylading. Bolajonlar, bugungi bayramimizni sababchisi Qorbobomizni davraga taklif qilamiz. Kirib keldi. Yangi yil jon, yangi yil. Yangi davron. Umidga to'la har dil. Yangi yilda har ko'ngilda niyat orzular kulsin. El bo'lib shod, gullab hayot, to'kin sochillik bo'lsin. O'zbek eli nurli yo'li, zafarga shonga to'lib, mustaqil yurt iqboli bu. Yangi yil bo'lsin qutlug'.
yaxshi yo'l bo'ladi. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz ota-onalar, aziz o'quvchilarim. Sizlarni mana bugun savodxonlik bayrami bilan birinchi ochilakda ustozlarini, ota-onalarini, qolaversa sinf rahbarini sizlarni chin qalbdan, chin yurakdan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt, saodat, o'qishlaringga hamisha omad. Faqat ustozlaringni qiynab qo'ymanglar. Darsga o'z vaqtida aktiv va a'lo darajada qatnashishlaringizni so'rayman. Shu yil 1925-yil mana shu birinchi V sinf uchun, qolaversa 36-umum ta'lim maktabi uchun ajoyib kunlar bo'ldi. Ajoyib birinchi V sinf o'quvchisi Shahramjon Akbarjonov viloyatda qo'l jangi sporti bo'yicha birinchi o'ringa olib keldi. Medallarni olib keldi. Medallarni olib keling yoqqa. Qolaversa mana shu jangchi o'quvchimiz Shahramjonimiz mana shu birinchi ochilakda qo'l jangi bo'yicha viloyatda bo'ldi. Rayonimizda qolaversa mana shu maktablar orasi bo'yicha birinchi o'rinlarni olib keldi. Marhamat qilib birinchi ochilakda shuni topib qo'yish uchun maktabimiz direktori Erkinay Tursunovga beramiz. Marhamat. Hamdam va Tursunov Erkinayga beramiz. Почетный грамота diplomlarni ham. Demak, O'zbekiston chempioni bo'ladi, nasib bo'lsa, jahon chempioni, olimpiada chempionlari bo'ladi, nasib bo'lsa. Mana bu diplomlarni ham berib qo'ying. Bundan ham yaxshi yutuqlar erishdi. Tabriklayman Shahramjon seni. Tabriklayman. Yana bitta yangilik nasib qilsa 28-da viloyatimizda yana bir o'zbek qo'l jangining viloyat bo'yicha eng kuchli sportchilarini taklif qilganda mana shu Shahramjon Akbarov qatnashadi. Kelinglar shunga bir olqishlab muvaffaqiyat tilaymiz. Senga ajoyib yutuqlar, kuch-quvvatlar bersin. Ustozlaring duosida. Qolaversa mana shu ustozlik duosida oliy toifalarga, oliy mukofotlarni olishlaringizni so'rayman. Rahmat sizlarga. Rahmat sizlar ustoz. Qorbobojon, hozir chiroyli musiqamiz bor. Sizlarga o'quvchilarim chiroyli musiqaga raqs beradi. Marhamat, o'tirib tomosha qiling.
Televizion.uz Televizion.uz Rahmat senga, rahmat. Kelajakda senga omadli tilaymiz. Qani, qizcham sen qanaqa ashula berasan? O'g'lim, nima ashula aytmoqchisan sen? Onajoning Onajon, otajon, rahmat sizga. Meni har kuni maktabga olib borganingiz uchun, darslarimni qildirganingiz uchun men sizdan minnatdorman. Sizlarni yaxshi ko'raman. rahmat senga bolam, rahmat. Onajonim olamga quyoshday yoshdan quyoshim, mehringiz daryo misol tolgan merkadorsiz. Onajonlarimizga so'z navbatini beramiz. Qarsaklar. Marhamat onajon. Assalomu alaykum. Maktab direktori, maktab faoliyatlari, bachalari rahbari,
mana shu yil bilan birinchi bo'lib qo'lyapti ruchkani tutqargan ustozlari Yulduz Marma katta rahmat. Bachalarimiz shunchalik o'rganibdi, nima qilibdi, yozuv chizishni o'rgandi. Mana nuqtalari yaxshi bo'lgan bachalarimizni hammalarga rahmat, ota-onalarga ham rahmat. Bolalar uchun baribir qaraydi, o'qituvchilar ham qaraydi. Hammalarga rahmat. Mana shu yil 2025-yil yaxshi bo'ldi. Bachalarimiz ham yaxshi, Xudoga shukr. 2026-yil hammalarga hurmatli yil bo'lsin. Xudo kuch-quvvat bersa hammalarga, bachalar o'rgaysin, o'ssin. Yaxshi nima darslarni tamomlab, o'lim ma'lumotli bo'lsalar. Ota-onalar ham nima niyat qilgansa bachalarning orqasida shu niyatlar etsin. O'qituvchilar birinchi bo'lib sizlarga katta rahmat. Hammalarga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramlar hammalarga muborak bo'lsin. Yana nima deyman? Hammalarga rahmat. O'qituvchi birinchi bo'lib ruchka tutqargan, ta'lim degan harf o'rgatgan. Sizga ham katta rahmat ta'zim qilamiz. Sog' bo'linglar hammalar. Ota-onalar va o'quvchilar, direktorimiz Tursuboy. Avvalambor sizga rahmat. Maktabni nima qilib yaxshi o'zlashtirib nima qilganingiz uchun sizga rahmat. Yulduzjonim rahmat. Avvalambor shu 2026-yilimiz qutlug' kelsin. Dunyomiz tinch bo'lsin, bachalarimiz baxtli. Bachalarimiz yaxshi o'qishlarga kirib, yaxshi a'lo baholar bilan maktablarni bitirib, yaxshi insonlar, davlatimizga foydasi tegayotgan o'quvchilar bo'lsin. Yulduzim katta rahmat, katta mashaqqatlar bilan bu nimalarga erishgansiz. Bachalar yaxshi bo'lyapti. Hammalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimizda tinchlik bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, hammalar sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, hurmatli ustozlar va bolajonlarimiz, o'quvchilar. Xush kelibsizlar Savodxonlik bayramiga. Kelayotgan yangi yillaringiz bilan tabriklayman. Ota-onalar nomidan Yulduz ustoz sizga kattakon rahmat. Shuncha bolalarimizni o'qib, mana 4 oy o'qib o'rgatdingiz, bilim berdingiz. Kattakon rahmat. 4 yil qanotingizni olib yurasiz. Qanchagina bo'lsa ham sovg'amiz bor, shuni qabul qilasiz. Mani jajji o'quvchilarimni shu yoshgacha yetkazib, tarbiyalagan ota-onalari, buvi-bobolari barchasiga katta rahmat aytaman. Bular ulg'ayib, kelajagida vatanimiz, xalqimizga foydasi tegadigan zo'r komil insonlar bo'lib yetishiga tilakdoshman. Hammalaringizga rahmat. Tashkilotchi ota-onalarimga ham, Shahramjonimni Qorbobo bobosiga ham hammaga rahmat aytaman. Hozirgi o'yin navbatini onajonlar o'ynasin. Marhamat onajonlarimiz.
uzoqlardan, uzoq o'rmonlardan sovg'alar olib keldim. Bularning yaxshi o'qigani uchun, a'lo baholarda o'qigani uchun, maktab ishlarida aktiv qatnashgani uchun, qolaversa ota-onasini, ustozlarni hurmat qilgani uchun chiroyli sovg'alar olib keldim bularga men. Boşka şirin yolunu. Peşine siyah olmuş. Sovg'alarim sizlarga ma'qul keldimi? Endi menga nima deysizlar sovg'a o'qiganlaringiz? Alloh o'qiymizmi nasib qilsa? Ustozlarni hurmat qilamiz, ha? Ota-onalarni hurmat qilamiz, ha? Sizlarga katta rahmat, yaxshi o'qinglar. Qor bobomiz endi boshqa maktablarga borib, boshqa o'quvchilarni ham tabriklar ekanlar. Nima deb qolamiz? Aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar, maktabimiz fidoyi jonkuyar o'qituvchilari. Shu bilan Savodxonlik bayramiga bag'ishlangan tadbirimiz nihoyasiga yetdi. Sizlarga hammamiz nima deb qolamiz?
namoyish qilib keladilar. Kirib kelayotgan yangi yilingiz muborak bo'lsin. Eşkin mehabbeti düşüp canıma, ana gözyaşını sürgana yanım. Ay bana eşkin mehabbeti düşüp canıma, ana gözyaşını sürgana yanım. Yaşarım beni atlayıp geçeyim. Yaşarım beni atlayıp geçeyim. Göz diye bir girem bir yana yanım. Düştüm ana, eş kutuya düştüm Muhabbetim güdredim, muhabbetim güdredim. Ben bile bilmemiştim ana, ben bile bilmemiştim ana. Motion, no,
Zapraszam z moje rocznej właśnie. فریاد شود رقص بکن جانان بیا رقص بکن جانان
رقص بکن جانان بیا رقص بکن جانان ناز نکن جانان بیا راز بگو جانان ناز نکن جانان بیا راز بگو جانان عاشقی رویت من بستهی مویت من کشتهی گویت من سر بی زیبا عاشقی رویت من بستهی مویت من کشتهی گویت من سر بی زیبا عاشقی رویت من بسته مویت من کشته گویت من سر زیبا عاشقی رویت من بسته مویت من کشته گویت من سر زیبا Quchog'imga sig'maydi oqshom ular men bilan orom olib uxlaydi biri quyon mamoqda biri polvon